Assalamu alaykum. Hurmatlik qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni bu dunyoda aziz qilsin. Alloh subhanahu va taolo qiyinchiliklarni oson qilib bersin. Hurmatli qarindoshlarimiz, hammamizga ma'lum bo'lgandek dunyoda navbatdagi musulmonlar ajoyib bir muhim kunlarni boshdan kechiryotidi. Jumladan biz Uyg'ur musulmonlarmi tariximizdagi eng qiyin muhim kunlarni yashayotimiz. Hammaylan zarlanayotimiz, hammaylan bir Alloh subhanahu va taoladan bizga bir nijotlikni, erkinlikni, bir keng kushodlikni berishni Alloh subhanahu va taoladan tilayotimiz. To'g'ri, hamma yerda bizningki Turkistonda emas qarindoshlar. Hamma yerda musulmonlar o'xshashlam yovning hujumiga, rahimsizlarcha zulmga duch kelyotdi. Andaq bo'lsa, biz qanday qilishimiz kerak? Ulamolarimiz shunday debdikan: "Sen atrofingdagi qorong'ulikdan zarlangacha bir tal bo'lsin o sham yiqib qo'y" deydi qarindoshlar. Mana sizning bizning qo'limizdan bir tal sham yiqib qo'yish keladi qarindoshlarimiz. Men har bir Uyg'urning, har bir mu'min musulmonning, har bir vijdon egisining, har bir insonlikni suydigan qarindoshlarimizni mushu qorong'ulikdan zarlanmay bir tal sham yiqib qo'yishga chaqiriq qilmay qarindoshlar. Bizningki Uyg'ur musulmonlari shuni bilib qo'yayli. Bizga faqat Alloh subhanahu va taoladan boshqa hech kim bizning g'amimizni yemaydi. Bizning orqa terikimiz Alloh. Alloh subhanahu va taolo yordamsiz qolganlarning yordamchisi. Allah subhanahu va taolo yo'ligi yo'q odamning yo'lakchisi. Bizdek yo'laksiz qolgan insonlarning yo'lakchisi. Ondan qilib qolsa, bizning kaynimizda hech qanday bir davlat yo'q. Bizning kaynimizda hech qanday bir muassasalar yo'q. Bizning kaynimizda siz bilan men bor. Bu kallamizda aniq bo'lsin. Siz bilan men o'zimizning g'amimizni o'zimiz yeb, o'zimiz qurib chiqmasak, bizda boshqa amal yo'q. Shuning uchun men Uyg'urlarni mushu chet elda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni o'zimiz uchun, o'zimizning avlodlari uchun Uyg'ur dunyo saxovat fondidan birini qurib chiqishga tashabbus qilgan edim. Alhamdulillah, qarindoshlarim yaxshi moslashib, hozirgacha bir 250 ga yaqin qarindoshlarimiz o'zining rasmiy biz bilan hamkorlashganligini va oyda ma'lum miqdorda bizga iqtisodiy yordam avatib mush ishga has qo'shilganligini bayon qildi va jadvalni to'shqizib shunda qildi qarindoshlar. Hamda biz musulmonlar shuni unutmasligimiz kerak. Biz Qur'oni Karimni o'qisak, Qur'oni Karimda bir hüpüpninki Yemendeki bir devletning musulmon bo'lishiga sabab bo'lganligini Sulaymon alayhisalomning qissasida o'qiymiz. Shu Sulaymon alayhisalomning qissasini o'qisak, Qur'ondagi qissasini o'qisak, bir chimila va qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman va junudu. Bir chumula o'zining qavmining halok bo'lib tugab ketishning oldin olganligi, bir chumula o'zining qabilasini qutqazganligini biz Qur'oni Karimda o'qiymiz. Demak, biz har birimiz o'zimizning shaxsiy kuchi bilan biz o'zimizni qurib chiqamiz. Bu xalqaro fondi saxovat jamiyatimizni qurib chiqamiz. Shuning uchun har bir odam o'zining shaxsiy kuchini oddiy chaqlamaslik kerak. Qarindoshlar, bir tal qil bo'lsa, shunda qilsak uzilib ketadi. Ammo shu qil bilan bir og'amchini to'qib chiqsak, hech kim uzanmaydi. Biz hammamiz bir paraxutda qarindoshlar.
Mayli paraxutning oldida o'ltirayli, mayli paraxutning keyinda o'ltirayli, mayli paraxutning o'ttirsa o'ltirayli. Paraxut quruqliqqa xotirjam yetishsa, hammamiz tang yetishimiz, g'arq bo'lsa, hammamiz g'arq bo'lamiz. O muhim emas. Oldida o'ltir paraxutning, keyinda o'ltir paraxutning, o'ttirda o'ltir, bu muhim emas. Biz Uyg'ur xalqining taqdiri bir. Musulmon bo'layli, mayli musulmon bo'lmayli, musulmon bo'libmi har xil fikrlarda bo'layli, biz chiqqan paraxut bir, ba'zilarimiz oldida, ba'zilarimiz keyinda, ba'zilarimiz o'tirib. Buni his qilaylik qarindoshlar, buni bilaylik. Bu paraxut cho'ksa, hammamiz o'xshash cho'kamiz. Shuning uchun biz chet ellik qarindoshlar hamkorlashib, mush vaqtini qurib chiqishga men sizlarni chaqiriq qilaman qarindoshlar. Ey, o'ylab baqinglar, qiyomat kunsi namoz o'qiganlar o'zining namozi bilan Alloh subhanahu va taolaning oldiga boradi. Qiyomat kunisi jihad qilganlar o'zining jihodi bilan Alloh subhanahu va taolaning oldiga boradi. Olimlar o'zining ilmi bilan Alloh subhanahu va taolaning oldiga boradi. Ro'z tutganlar o'zining ro'zasi bilan Alloh subhanahu va taolaning oldiga boradi. Ammo saxovat bergan odam shu butun mujohidning jihodi bilan, olimning ilm bilan, ro'z tutgan odamning ro'zasi bilan, namoz o'qigan odamning namozi bilan boradi. Shuning hammasi saxovatda mujassamlashadi. Qanday desanglar, siz saxovat qilsanglar, bir ilm, bir o'quvchi yordam qilsak, shu o'quvchi o'qib olim bo'lsa, demak shuning ilmining savobi sizlarga bo'ladi. Sizlar bir saxovat qilib, shuningda bir mujohid paylanib qolsa, shuning jihodning savobi sizlarga bo'ladi. Sizning pulinglarda bir masjid, bir maktab silinib qolsa, shu namoz o'qigan, shu maktabda o'qigan, shu namozni o'qigan, namoz o'qishning savobi bo'ladi. Sizning shu saxovating bilan bir ro'z tutgan odam iftor qilinib qolsa, demak ro'z tutgan odamning savobi bo'ladi. Ya'ni saxovat butun mush ibodatni o'zida mujassamlashtirdi. Saxovat dinimizda eng ulug' ibodatlarning biri. Umar radhiyallohu anhu hadis sharifda shunday deydi: Qiyomat kunsi yaxshi amallar Allohning dargohida bir-biri bilan faxrlandi deydi. Sadaqat bo'lsa, men hammangning afzali men deydi deb Umar radhiyallohu anhu mushunda degan qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu saxovat ishiga hammamiz bir o'rtaq kuch chiqaraylik. Saxovat Allohning dargohida en suyumlik amellerinin katara kirdi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala kalbi mu'min yakdi anhu deynen ev yakdi lehu haceten ev yunaffis lehu kurbeten deydi. Bunda degan nima degan gap? Allah en Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buxari naql qilgan sahih ishonchlik, %100 ishonchlik hadisda Allah en yaxshi ko'radigan amal bo'lsa saxovatdir. Qanday Allah en yaxshi ko'radigan amal bo'lsa mu'minning qalbiga xo'shallik bag'ishlashdir. Qanday bag'ishlaysa desa, ya uning qazini to'lab qo'ysa, ya uningga bir beshiga kelgan kunda bir qiyinchilikni hal qilib qo'ysan, yoki uningki bir hojatidan chiqib qo'ysan, mushunda qilish orqali sen Allohning dargohida eng yaxshi ko'rgan amalni qilsa deydi qarindoshlar. İnşallah men bundaki darslarimda mush saxovatning bizga olib keladigan foydalari, saxovatning ne kadar ulug' amal ekanligi, saxovatning islomdagi fazil to'g'riliq men sizlarga inshaalloh pat-pat dars qilib taqdim qilaman. Ammo bu bak ulug' ish. Uyg'urlar o'zimiz uchun bak muhim ish qarindoshlar. Ey o'ylab baqinglar. Har kuni ikki farishta Allah subhanahu wa ta'alaga qo'lni ko'tarib, ey Rabbim, Allah yo'lida pulini saxovat qilganlar uchun, xayri ihson qilganlar uchun pulning o'rnini to'ldirib bergin deydi. Saxovat qilgan pul hargiz kamlamaydi, to'ldirib bergin deb ikki farishta duo qiladi. Bir farishta duo qildi. Yana bir farishta, ey Allah, bixillarning pulni halok qilib etgan deb duo qildi qarindoshlar. Mana men vatanda shundoq bir ko'rinishni ko'rdim qarindoshlar.
ichkiridan chiqqan mang'lurlarga yordam qilish deb bir Xitoyda bir mushunda faoliyat qilgan Uyg'ur musulmon becharalar xushamat qilib, mushunda qilsam hukumat meni so'limasmiki, mushunda qilsam binasi bo'lmasmiki deb kallak pul tutib, 3 ret turib, ishkirdan chiqqan mang'lurga mushunda tutib turdi. Agar mush pulni Alloh rizoligi uchun o'z vaqtida xarjlagan bo'lsa, ma'kuni qilmaydi qarindoshlar. Alloh bir odamga zulm qilmaydi, o'zimizga zulm qildik qarindoshlar. Üzümüz yatadigan turmini üzümüzden pul elip selavatıdı. Vatandaki baylarımızga saqçılar kelip mecburi saqçı maşınlarını ağızvatıdı. Şu maşınlar bilen bizni qarindoshimizni tutuvatıdı. Hey, hazırki bichara Uyg'urlar o'zining bexatarligi uchun xashlayotgan pulga bir davlat qurg'ulug'idek pulni xashlayotidu. Nechi ming koy bir odam bir vatanda birini solab qo'ymasmiki deb yashash uchun bir yilda 1 million 2 million pul xashlayotidu. Hey, mush pulni Alloh rizoligi uchun, yetimlar uchun, dinimiz uchun, islom uchun, ma'arif uchun xashlagan bo'lsak, mush kuni qalam tuq qarindoshlar. Şunun için hatalıqni tekrarlamaylı qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala bo'lgan samimiyetimizni 5-10 dollarlar bilan bir ifodalayli. Biz sizlar birlashib qarindoshlar, yetimlarning beshini silayli. Acizlarning dardiga darmon bo'layli. Muhtojlarning hojatiga ravo qilayli. Ma'arifimizni gullantirayli. İlim aşıqlarına yardım qilib o'qishga sharoit yaratib berayli. Shunda qilib mana bu Turkiyaning markaz qilgan xalqaroliq Uyg'ur fondi bir saxovat fondini qurib chiqayli qarindoshlar. Bu biz Uyg'urlarning bo'ladi. Biz uchun bo'ladi. Alhamdulillah biz buning asosini silig'liq qarindoshlar. Men sizlarga de inşallah biz bu Türkiye'de 3 milyon dollar ketadigan bir maktab silish planini 2,5 yil burun icra qilgan edik. Elhamdülillah qo'limizda bir arablar bergan 140 ming dollar pul vati. Shuningga 200 ming dollarga ya oldik. Onun maktab salımız deb ya kichikken deb u yani qop qo'ygan. Hozir u yaning qiymati 800-700 ming dollar, 700 mingdan 800 ming dollar qiymati deyaba. Şu yani biz mushu Uyg'ur saxovat ishlarga qilmoqchi qarindoshlar. Shuni asos qilib turib bir Uyg'ur saxovat markazi qurmoqchi. Alhamdulillah u 3 millionlik maktabimizga yeni bizning vatanning pulisiga, yani Xitoy pulisiga 5 millionga ya oldik. Anda qilib arab qarindoshlarimizning, boshqa qarindoshlarimizning, turk qarindoshlarimizning yordam qilish bilan hozir şu 3 milyon dollar ketadigan maktabning %70% putib bo'ldi qarindoshlarimiz. Buludu bu ish. İnşallah men Allah subhanahu wa ta'aladan tilaman, ey Rabbim, sen yordamchisiz qolganlarning yordamchisisan ya Allah. Yulaksiz qolganlarning yulakchisisan ya Allah. Bizga yordam qilib 10 milyon mablag' va xalqaro Uyg'ur xalqaro saxovat fondidan buni quramiz inşallah. Elhamdülillah bizning dunyoda qarindoshlarimiz var. Bu Arab Müslüman qarindoshlarimiz var, Türk Müslüman qarindoshlarimiz var. Üzümüzning xalqi oldi bilan üzümüz qadam basayli qarindoshlar. Men o sizlar uchun nima uchun xitob qilaman? Qo'lingdan kelgancha sizlar bir mochan topsanglar, bir mochan, ikki mochan topsanglar, ikki mochan yordam qilinglar. Boshqa qarindoshlarimiz bizga yordam qildi qarindoshlar. Bizni tashvatmaydi. Biz bilan hamnafas bo'ladigan, biz bilan tang yig'laydigan, bizning ishlarimiz ko'ngil bo'ladigan ne musulmonlar bor qarindoshlar. Ey men mushtabda men hozir kelayotgan tulpullar var. Bana men tug'ib yetyapman. Yonchug'imda aran 1000 dollarim bor, men 500 dollarni emas, mush qilaman. Voy jinim qarindoshim, ma ishni qilib siz bir qinch tatqamansiz. Yo'q, men mush qasd qo'shma deb telefon qilayotgan qarindoshlarim. Ma ajoyib bir ta'sirlik ishlar bo'ladi demeydi. Bir ayol men shunday bir xatni qoldiribdi. Üzem uchun 1 lira, ota-onam uchun 3 lira. Vatanda turmudi yetayotgan qarindoshlarım, turmudi izlayotgan qarindoshlarım uchun 20 lira. Mushunda qilib men oyda 30 lira, o'ylab boqinglar, vatandagi ustozlar, butun musulmonlar uchun men 20 lira, o'zim uchun 1 lira, 30 lira birim oyda deb, demak
Muşuncaq bir tirişçanlıq göstərdi qarindaşlarımız. Sil bizço, ey puluvaq insanlar siliço. Sil bilan biz para-purparaqda. Sil ma pulumuz bizni qutquzib qoldi. Ma demanglar qarindaşlar, biz Uyg'ur musulmonlar hammamiz ketib boramiz. Biz baxtlik, siz baxtlik. Biz nijot topamiz, siz nijot topamiz. Bir-birimizga qarab turmayli qarindaşlarimiz. Endi harakat qildi vaqt kelmadimi? Ey qarindaşlarimiz, unda qilmayli. Biz özümüzni bileyli, uyg'unayli, bo'lmasa halok bo'lamiz. Lekin Uyg'urlarda bir yaxshilik bor qarindoshlar. Bunu mush faoliyatga hozir ajoyib faol qatnashyapti. Yana qatnashadiganlar bo'lsa, men mushu videoning ostiga tor bekatdan telefon orqali har qanday bir narsa orqali to'sh qo'zg'olib bo'ladigan bir jadvalni loyihalab qo'yib qo'ydik qarindoshlar. Hozir inshaalloh bu fondi jamiyatning a'zolariga bilan maslahatlashyapmiz. Biz moliya nazori, moliya mas'uli, kassir, buxgalter, buning bir mas'ul, nazoratchilar mushaqda paranlashyapmiz. Endi mening bu maktabda dars o'tmasam bo'lmaydi, ayda bir maktab selyapmiz, azbaz da'vat qilmasa bo'lmaydi, ishimni aldirashib qolganlikdan ba'zi ishlar normal ma'noda. Lekin ish hargiz to'xtamaydi. Buni qilamiz inshaalloh. Turkiyada pat yaqinda bir jamoat so'rinda bütün jamoatni yig'ib bu Uyg'ur xalqaro saxovat fondini e'lon qilamiz. Alhamdulillah az to'la ayollarimiz oltin, kumushlarni berdi. Umuba hammin oshkor qilamiz qarindoshlar. Bir mo'chan topsak, ma bir mo'chan topdi deb e'lon qilamiz. Bir mo'chan xashsak, ma bir mo'chan xashlidik deymiz. Hozir mush boshqa burunski saxovatdan boshqa mushu bir necha kun ichida men yig'ilgan pul 100 yevro, 100 dollar, 740 lira pul mush atrofidagi odamlar berdi. Texma tizimlatgan haqasındagi odamdan hech qanday bir narsa olmadik. Inshaalloh buni qandoq elishni sizlarga deymiz. Ammo hozir yangidan qatnashmoqchi bo'lganlar biz burun tizim bizga yo'llaganlarni tizimlab bo'ldik. Hozir bizga saxovat qilaman deganlar uchun yangi bir jadvalninki adresini men videoni ostida qo'yib qo'yman. Shu yerdan tizimlasanglar bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Alloh mushni birga bo'lib bir vujudga chiqarg'ili nisb qilsin. Qiyomat kunsi mush ishimiz bizning nomi a'mal mizonimizda eng og'ir amallardan bo'lib qolg'isi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.